Assalomu alaykum qadrli obunachilar. San'at asarlari nima deyapti? Xomushlarimiz chiqayotgan jarayonlari hozir to'kib ketdi buni. Mana bunday karalarda to'kishyapti. Pishgan qishlarimiz yuklanish davom etmoqda. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Pishgan qishda eng arzon zo'ridan axtarib turganlar uchun mana arzoni 350 so'mdan xomushlar. Bu yog'i 730 so'mdan pishgan qishlar bo'lyapti. Ranglari atlas noz. Xudo xolasa uqalanmasligiga, sanoviga garantiyasi bor Bog'dod pishgan qishlari. Hozir mana bu ikki chiroqli urib qo'yilgan mana mashinadagi holati. Xudo xolasa sapsariq. Nima deyapti u? Ranglarni ko'rib turibsizlar. Eng baquvvat zo'ridan bo'ladi, to'g'risi ishlarni ko'rib turganlaringdek. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Zavod egalarini axtarib akalarimizni Qashqarni o'zi 40 gradus issiq bo'lyapti. Ichkari undan ham issiq. Yuklashi berishyapti. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 5000 talik, 10000 talik vodiy bo'ylab cheklanmagan miqdorda yetkazib berilaveradi. Sog' bo'laverasizlar.